Bir kishi o'z ota va bobosini kiyimini kiyishlik, o'sha tilga dars o'qishlik, tiliga so'zlashlik, yo o'sha tiliga dars berishlik, hatto mazmun mafohimhoy Qur'on azimshan va ahadis Nabiy sallallohu alayhi vasallamda shu tilga gapirishlik bu taassub emas. Taassub udiki o'zini farhangini, an'anasini, fikrini, tilini boshqa millatni tilini va farhangini ustiga tahmil qildirishlikda va inhisor talablikda, qudratga, mansabga, hamma narsaga faqat bizlar bo'laling, bizlarning gapimiz bo'lsin desa, mana bu narsa taassubda. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, taassub bir narsa badbo'ydi. Har kimiki buni millatning ichiga past boridiga tirg'izilsa, aytdilarki, la'nat xudoga bo'lsin. Biz Badaxshon xalqi o'sha Facebook orqali, rasmlar orqali ko'rib juda quvonardik, iftixor qilardik, faxrlanardikki, o'zbek xalqini diniy olimlarning ichiga siz kabi bir olim bor, buloqlar o'sha va'z-u nasihatimizni o'z tilingizda, o'z xalqingizga. Shuning uchun sizni biz bir ko'p endi o'zbek xalqini diniy olimlarning ichiga bir loyiq olim, bir bilimli olim, dono olim, muvaffaq bir tuyg'uli, esosli olim topdik.